Do'stlar, mana shu travertenimizni shu holatga keltirguncha bo'lgan ishlarni aytib o'taman. Mana fakturaga, yaltirashiga avvalo bitta baho beringlar. Bu joylarimizga 7 martadan ish qilganmiz, 7 sloy ish bo'lgan. Birinchisi bu joylar polniy valyusalarni shilib tashab, keyin gruntovka surkadik. Gruntovkadan keyin rodbin tortdik. Rodbindan keyin yana gruntovka qildik. Keyin kafelkili tortdik. Uning ustidan yana gruntovka qilib, keyin 2 sloy traverten, 1 sloy polirovka, 2 sloy laklandi. Mana natijani o'zlaring ko'rib turibsizlar. Endi u to'g'rilikda ko'rsatdim. Mana shu to'g'rida ham bir necha yillar avval traverten bo'lgan. Bu joyda laki kuyib ketgan. Barcha traverten qilgan akalarga bitta maslahat: 3-4 yilda bir marta traverten qilgan joylaringni bir sloy laklatvasalang, umri uzoq bo'ladi, doim chiroyli turadi. Rahmat, sog' bo'linglar.